Tafakkur. Zulfiya Qurolboy qizi. Bu yerlarning yozi izzat talab bo'ladi. Kechikroq keladi-yu, vaqtliroq ketishga shoshiladi. Go'yo kutuvchilarning badiga urib ketmay degandek. Yoz girt atrofini tepaliklar-u, undan narisi purviqor tog'lar bilan qurshalgan dasht qishloqni bir qur ko'zdan kechiradi-da, bahor poyiga ilashib qolgan yashil etaklarini yig'ib olib olislarga ketib qoladi. Kuz kelar kelmas oltindek tovlanayotgan biyday dalalar yozning ortidan unsiz qarab qolgandek tuyuladi. Kech kuzakdan to bahor oyoqlagunga qadar yarmigacha zaxlab yotgan guvala uylarning devorlari selgishga-da bazo'r ulguradi. Qishloqdan bir necha chaqirim narida yana bir ovul bor. Undan naridagi qiyalikdan so'ng yana bittasi. Lekin ularni qishloq deb ham bo'lmasdi. Aholisi ko'pi bilan 30-40 xo'jalik chiqar. Sirtdan qaragandayoq zerikarli ekanligi ko'rinib turgan bu qishloqdagi hayot tarzi o'sha qishloq deb atab bo'lmaydigan qishloqchalardan ko'p ham farq qilmasdi. Bunda ham tomi shiferlangan uylardan ko'ra loysuvoq tomlar ko'p uchraganidan tashqari, uylarning biri teparoqda, yana biri pastlikda, tag'in bittasi qiyalikda joylashuvlari ham bir-birlariga o'xshab ketardi. Qishloq girdida qad ko'targan tepaliklar bag'rida bir vaqtlar sharqirab oqqan buloqlarning ko'zi allaqachon bekilgan, faqat birgina chalajon buloqdan nimdoshgina suv sizib chiqar, ammo qishloqqa yetib kelar-kelmas cho'pon cho'liqlarning bo'g'uviga duch kelib, yarim yo'lda ko'lmak hosil qilgandi. Ko'lmakki, ichida qurt-qumursqa, chuvalchangu qurbaqalari bisyor. Podaga qo'shilgan sigirlarning tez-tez zuluklab turishi ham shundan. Har bir hovlida quduq bor edi. Qadimda bitta quduqning suvi kamida 2 avlodning chanqog'ini qondirgan bo'lsa, endilikda suv tortilib, yer ostiga tushib ketayotgandek quduqlar tez-tez qurib qolardi. Dov-daraxt kamchil edi. Ko'klamda ungan giyohlar bir lahzalik saratonga ham yetib bormasdan qurib qovjirab qolganidan hovlilar taqir bo'lib yotardi. Ekin-tikinlarning barakasi uchgan, ammo lalmi yerga ekilgan bug'doy gurkirab o'sardi. Qishloq odamlarining tili qipchoq lahjasida edi. Sof jo'qchilar deb bir vaqtlar shu yerning odamlarini aytishardi. Lekin hozir soflikka ham andak putur yetgan. 70 yashar chol-u kampirlar tilida sansim, ne tolka kabi so'zlar tez-tez uchrab turardi. Faqat birgina istisno mavjudki, bu narsa ushbu qishloqning nufuzini boshqalarga nisbatan ancha yuqorilab qo'ygandi. Atrofida 4 ta qishloqni birlashtirgan xo'jalik markazi shu yerda joylashgan edi. Markaz bo'lgandan keyin xo'jalik idorasi, maktab, kutubxona, qishloq, keksalarning unchalik tili kelishmaydigan ambulatoriya ham shu yerda edi-da. Oynai jahon deb atalmish mo'jiza qishloqda bundan 10-15 yil muqaddam paydo bo'lgandi. Qahramonimiz qishloq tegirmonchisining to'ng'ichi Tangriberdi xuddi o'sha mo'jizani ko'rib katta bo'lgandi. Yoshi 60lar atrofida, yuziga keksalik nuqsi urgan bo'lsa-da, turtib chiqqan mushaklardan kuch-quvvat yog'ilib turgan chag'ir-ko'z, barvasta tegirmonchi birinchi marta dunyoda yer u osmon va tegirmondan tashqari dilbuzar deb atalmish mo'jiza borligidan boxabar bo'lishiga mana shu to'ng'ich o'g'lining bexosdan yo'qolib qolgani sabab bo'lgandi. Tegirmonchi o'g'lining yo'qolib qolgani esiga tushganida ayni ushbu voqeadan ko'ra voqeaga taalluqli boshqa bir manzara haqida andak g'urur, kibru havo bilan gapirishni xush ko'rardi. Peshin bo'lib qoluvdi-yu. Xotin dod-voy qilib oldimga keldi. Tangir hech qayerda yo'q deydi. Bu tomon qir, bu tomon qir. Qayerga ketaydi desam ham sira ko'nmaydi. Ko'zini yoshini selday oqizaydi. Xotinni dirmonga tashlab izg'ib ketdim. Bu qistaloq osmonga uchdimi, yerga kirdimi birov ko'rdim demaydi. Kirmagan eshigim birgina Eshboyevning hovlisi qoluvdi. Mendan nima ketdi? Aka-ukaday bo'lib ketgan bo'lsak, qistini botirdimmi deb raisning eshigini taqillatdim. Kirib neni ko'rding deng? Chog'roq qutiday bir narsa. Simini to'kka suqsa ichida odami ko'rinar ekan. Tag'in deng, biron qilib o'zimizning tilda gapirishadi. 2 qo'lim yoqamda, singrayib qopman. Eshboyev uyida ekan, manziratli odam-da. To'rga o'ting, Dovulboy dedi. O'tmadim, qisindim. Xotini ola qarab turgandek ko'rindi. Ust boshim ham haliginday.
To'g'ri Tegirmondan chiqib kelyapman-da. Shunda Eshboyev bir gap aytuvdi, hech esimdan chiqmaydi. Falonchi aka, dunyoning yangiliklari bizning qishlog'imizga ham kirib kelyapti. Xudo xohlasa yaqin 5-6 yil ichida xo'jaligimdan odamlarning hammasi mana shunaqa dilbuzar bo'ladi. Ungacha bola chaqangiz bilan har zamonda bo'lsa ham kelib dilbuzar ko'rib ketabering. Bu matax yeyilib qolarmidi? Ko'nglim bir gupirdi. Eshboyevday odam dunyoga bir keladi-da, lekin aytdim, ko'nglimda borini aytdim. Toza o'lib turgan ekan demasin dedim-da. Qo'ying rais bova, xo'jalikda odam ko'p bo'lsa, ularda har biriga dilbuzar olib berib nima? Qo'ying, bizga shu yaxshi gapingiz ham yetadi. Biz dilbuzarsiz ham yaxshi yashayapmiz. Bir raislar bor, savlatidan ot hurkadi, lekin xalqini mirlamaydi. Bu gapni oldingizda emas, orqangizda ham aytamiz. Ne to'lka men, butun xalq sizdan rozi, mingdan ming rozi dedim. Eshboyev o'ngrayib qoldi. Bir qiziq qilib qarab qo'ydi. Gaplarim moyday yoqdi, lekin ko'pni ko'rganda bildirgisi kelmadi. Mendan nima ketdi dedim-da maqtay berdim. Tegirmonda un ichida o'tirib unga zorman-ku aslida. Ke qo'y dedim-da. Eshboyev gaplarimga chippa-chin ishondi. Sizga o'xshagan xalqni ichidan chiqqan odamlarning gap so'zlaridan bilamiz-da xalqning ahvolini, dedi dimog'i chog' bo'lib. Ha deb qo'ydim-da, qo'ltig'iga suv purkay berdim. Aslida boshqa bir gapda aytsam ham bo'laydi. Qishloqqa 2 ta toza bo'lmasa bitta artizan quduq kerak demoqchi edim. Tunov kuni desangiz muzday suv ichkim kelib quduqqa paqir tashlab shunday tortib olsam, neni ko'rding deng, yarim paqir suv, ichi to'la qurbaqa. Kattalari naq piyoladay kelaydi. Mayda chuydalari ham bor ekan. Nuqul Eshboyevning velisiga o'xshaydi. Hay tilim qichidi, lekin aytmadim. Tursunboy ma'lum gapga usta. Shu aytsin dedim. Uni qudug'idan zuluk chiqqan ekan, ko'mib tashlabdi. Tursunboy aytsin dedim. Bu gap mendan chiqsa, Eshboyev o'pkagina qilishi turgan gap. Og'ayni bo'lmasak ham og'ayniday bo'lib ketganmiz axir. Keyin davlenasi borligi esimga tushib qoldi. Diqqati oshib, o'lib netib qolsa ne bo'ladi? Rahbar odam, terisi yuqa. 4-5 kun qurbaqadan qolgan suvdan ichsak ichibmiz-da dedim. Kimdir birov ulingizni tavdingizmi ish qilib, deya luqma tashlagandan keyingina tegirmonchi raisning uyiga nima uchun borganligimni eslaydi. Bu enag'ar Eshboyevnikida dilbuzar ko'rib o'tirgan ekan. Shu bolamiz raisnikida dilbuzar ko'rib katta bo'ladi hisob. Shuning uchun ancha istil bo'lib qolgan. Shohmot degan baloni dilbuzarda ko'rib duvona bo'lganda. Darhaqiqat, tegirmonchining to'ng'ichi shaxmat ishqibozi edi. Undagi qiziqishni oddiy ishqibozlik deb bo'lmasdi. Bu qandaydir boshqacha tuyg'u edi. Eshboyevning yuzidan zahar tomib turadigan xotini ochiqdan ochiq to'rsaysa-da, ba'zida urishib haydab yuborardi. Bolalarcha surbetlik bilan kunning istagan vaqtida ham yalang oyoq kirib borib, raisning bolalari qatorida gohida ular turib ketishardi. Qimir etmay o'tirgancha soatlab televizor ko'radigan bolakay bir kun kelib ko'rsatilayotgan kinoyu tomoshalar ichida shaxmat maktabi degan qisqagina ko'rsatuv o'ziga ma'qul kelganini fahmlab qolganidan keyin tuproq ko'chani changitib uyiga yugurarkan, endigina tegirmondan qaytgan, ust-boshidan tortib qoshu kiprigigacha oppoq gard qo'ngan otasining belbog'iga osilib, mengam shohmat yasab bering deya janjal qilgan kundan boshlab uning ishqibozligi ayon bo'lgan esa-da, bunga na ota, na ona e'tibor berdi. Otasidan "Pishte, sendan boshqa dardi kasalim yo'qmi?" degan siltovni eshitgan bola maktabga arifmetika muallimining huzuriga borgan va hayajondan bir oz dovdiragan ko'yi menga shaxmat yasab bering deya iltimos qilgan. Muallimning o'sha vaqtda ishi tig'izmidi yo xunt qilmadimi? Birdan bolakayining hafsalasini pir qilib rad javobini bergan bo'lsa-da, keyin ko'ngli bo'shlik qilib umidbaxsh va'dalarni berib yuborgan.
Aytganki, yaqin o'rtada shaharga borsam, senga davlat ishlab chiqargan shaxmat taxtasidan olib kelib beraman. Uni papkangga solib yursang ham, cho'ntagingda olib yursang ham bo'ladi. Xursand bo'lib ketgan bola naq 3 oy arifmetika muallimining og'zini poyladi. Darsga kirganlarida qo'llariga umidvor tikildi. Shavqi muallim o'sha va'dasidan keyin bir emas, bir necha marta shaharga tushgan bo'lsa ham, kichkina shogirdining iltimosini unutgan edi. Bunga uning parishon xotirligi-yu o'z tashvishlarining mo'lligimi yoki o'sha va'da qilingan matohning narxi osmonda ekanligi sabab bo'lganmidi? Bu yog'i qorong'u. Tag'in kim biladi deysiz? Umidlari puchga chiqsa-da ishqibozligi so'nmagan bola bir kuni Ishboyevning hovlisida to'ntarilib yotgan qog'oz qutilardan birini olib muallimning uyiga borgan. Muallim, menga shu kartonga shaxmat kataklarini chizib bering. Mulzam bo'lgandan andak qizarinqiragan Shavqi muallim o'sha kuniyoq karton qutining bir bo'lagiga shaxmat kataklarini chizib, oq va qora ranglarga bo'yab bergandi. Keyin kasbiga xos fidoyiligi tutib bolaga shashka o'ynashni o'rgatmoqchi bo'ladi. Lekin bola ko'nmaydi. Faqat shaxmatni o'rganaman deb turib oladi. Qalbida havas va qiziqish kuchli bo'lgan bola muallim yordamida 64 tadan iborat oq-qora kataklar nima, shaxmat donalarining nomlanishi, ularning joylashuvi-yu harakat yo'nalishlarini juda ziyraklik bilan tezda o'rganib oladi. U juda sekin, lekin o'jarlik bilan o'ynab muallimni dog'da qoldirardi. Ayniqsa uning shaxmat donalarini sehrlab olmoqchidek ularga qat'iyat bilan unsiz tikilishi, sabr-toqat bilan soatlab jim o'tirishi Shavqi muallimni hayratga solardi. Axir uning yoshidagi bolalarga bunday uzoq sukut saqlash umuman yot narsa-ku. Buyurilgan ishni chala-chulpa bajara sola kartonini qo'ltig'iga qisib, shaxmat donalari hisoblanmish oq va qoraga bo'yalgan turli shakldagi toshlaru oshiqlar solingan xaltasini tutamlagancha muallimnikiga yugurgan bolakay otasidan tez-tez kaltak yeb turardi. Biroq qizarib ketgan yuzidagi tarsaki tafti sovumasidan turib, u biror pana pastqamga o'tib olib, yana karton taxta ustiga muk tushardi. 6-sinfda o'qib yurgan kezlari u o'quvchilar aro shaxmat musobaqasida qatnashib, ketma-ket g'oliblikni qo'lga kiritdi. Birinchi yirik musobaqaga u 9-sinfda o'qib yurganida qatnashishi lozim edi. Ammo dovul tegirmonchi rozilik bermadi. Bu vaqtga kelib Tangriberdi qo'lidan ish keladigan dastyor bo'lib qolgani uchun otasi uni yonidan jildirgisi kelmadi. "Shohmat, senga osh non beraymidi?" deb baqirardi u, jazavasi qo'ziganidan shaxmat taxtasi-yu donalarini duch kelgan tomonga uloqtirib yuborarkan. Qayoqdagi bekorchilarning o'yiniga ishqi tushganini-chi? Artistlikka qiziqqaningdayam mayliydi. Bir to'yga borsang, dunyoni pulini topasan-ku, zang'ir. Savlating ham artistlarga mos. Yoshiga nisbatan bo'yi biroz novcha, buning ustiga judayam oriq, ozg'in bo'lgan Tangriberdi dala ishlari tugul uy yumushlariga ham uquvsiz edi. Unga biror ishni ishonib topshira olmasligidan otasining xunobi oshardi. "Kim aytadi seni dovul digirmonchining uli deb? Kundan kunga igna yegan itday bo'p boryapsan-ov. Seni shohmat joningni olib boryapti. Hademay soching to'kilib kal bo'p qolasan bola." Bunday xavfli daqiqalarda Tangriberdi yerga qaragancha mum tishlab o'tirar, ich-ichidan ezilsa-da, otasiga qarshi bir so'z demasdi. Buni bezbetlik deb tushungan ota atay unga alam qiladigan so'zlarni qalashtirib tashlardi. "Sen bola baribir go'r ham bo'lmaysan-ov. Meni davrimda-ku gurillab yurarsan. Bitta juvdirchoch bilan qolganingdan keyin hay bilmadim. Lekin..." Mana shu ketidan undov qo'yilgan so'zni ota alohida ta'kid bilan aytardi. Lekin Erkaboy Xudo xohlasa novvosday yigit bo'ladi. Ko'z yoshlari yuzini yuvayotgan o'smir ovoz chiqarmasdan yig'lardi. Katta-katta serkiprik qo'y ko'zlarini bir nuqtaga qadab tik qotgancha yum-yum yig'lardi. "Otangga tik qarama" deb do'q uradi jahli chiqib ketgan ota. Tangriberdi qattiq seskanib ketib, nigohlarini nuqtadan uzib yerga qarar,
Ko'z yoshlari tiyilib, vazmin tortib qolardi. Uning jismida aqliga nisbatan nuqson, ozg'inligi, nimjonligi sezilsa-da, qaysidir avlodidan o'tgan favqulodda iqtidori, kuch-quvvati ana shu sukutida mujassamlashgandek edi.